ismim Qobuljonov Mohir. Istanbul Kent universitetida Turkiyada o'quvchi, interyer dizayn sohasi bo'yicha o'qiyman. Hozir 3-kursman, 23 yoshdaman. 3D Max programmasini o'rganish uchun keldim. Hozirda modeling sohasidan interyer dizayn sohasiga o'tdik. Darslar yaxshi ketyapti. Men o'zi SketchUpda ko'proq ishlardim. SketchUpda o'sha qiynalganimdan keyin shu 3D Max'da qilgan odam o'sha bolalar bilan farqi bor bo'lgandan keyin 3D Max'ni o'rganishga qaror qildim. O'qituvchilik tajribali shu arxitekturlarni o'zi kelib programmalarni, shu loyihalarni ko'rsatib o'rgatishyapti. Arxitekturani o'zim yoshligimdan qiziqib o'rganib kelganman, chunki dadam arxitektor bo'lganlar, shu loyihalarga qiziqib turib o'rganish xohlaganman. Keyin Turkiyaga o'qishga ketganman. Bizani o'qish Yevropaga, ya'ni Germaniya bilan aloqasi bo'lgani uchun Yevropaga harakat bor. Va shu yo'nalish bo'yicha ishlash, keyin shu yo'nalishni oxirigacha yana ham mukammallashtirib o'rganish.